电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqitish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. 我的心里只有你没有他，我又想起我的情并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他。 Biz ixtiyorni sizga beramiz. Oxirgi tanlashingiz Aygül Muallim. Kızıl kaşalımın. Erkiran mübarek olsun. Özgüçü uslubda aytadigan naqshingiz ustozlarla emas, barchamizning qalb tarini chekdi. Bugungi natijangizdan ham bizlarmi shodlandik. Aygül Muallimning yetaklashi sizning talantingiz bilan birlashsa, keyingi bosqichlarda nodir kuylarning huzurimizda bo'lishiga ishonamiz. Maynur Məmtimin pişqan, talantlıq bir naqşçı, həm mənim yaxın dostum. Mən Aqcan Maynurni əmdi başqa müəllimlərni tanlab dərs alamdıkin, çünki bizning aloqamiz qoyuq bo'lganligi uchun deb o'ylagandim, lekin Maynur yanıla meni tanladi. Bundan keyingi taraqqiyotimiz texmi yaxshi bo'lg'isi Maynurni Yashin guruhi qizg'in qarshi oladi. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhiga tanlanib kira oladi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylarga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Qaynoq hissiyot, o'tliq nafaslar mujassamlangan Pavideo Ipak Yo'li sadosi programmasi davomlashyapti. Bir-biridan qobil mahirlarning naqshlariga jo'r bo'lib keldik. Biz har qaysi ustozlarning guruhiga tanlangan sarxillarni eslab o'taylik. Bir günü armanın çiçeğini kitaplar yazdım, bimar buldum, kiselde kaldım. Üneliş kıyıp çak köreydi semdiniz yo asmını dınızın güzel ben de dindim Yığan diller Basaltanar Abi bu çukur maşiruhat Çarçay diken erkek mu esli 只是那个秋天，再看不到爸爸的脸。各位导师，大家好，我是穆轩，来自昌吉。
我是一位合唱指挥。我们呢，现在希望你以后这个跟着艾国立老师声乐方面学更多的知识，将来这个舞台我们还想看你的更精彩的一些节目，来吧。 Mana bular Yoshim gruppasining har millat o't yurak navokashlari. Yana qaysi o't yurak naqsh shaydolarining maharatidan zoq olamiz? Diqqatinglar, Video Yipak yo'li sadosi programmamizning davomida bo'lsin. Adaş tirana jöp yoxşup qapdı. Adaş men jöp her videonun bir yürüş kırım buyumdan işiltatdım. Oşda yaxşımıka? Bək beyzikə. Adaş man birini əkeldirib berər, mən işiltib baqay. Maqul, sən bir yürü soğuk qılaycı. Buldu adaş. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algat Shpassi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Yoruq dariza. 大家好，我是米尔扎体媒媒体，来自刹车县。Yaxshimizlar ko'pchilik, mening ismim Mirzat Mehmet, Yakandan keldim. Yipak yo'l sadosi programmasiga qatnashishimdagi sabab bo'lsa, kichikimdan boshlablar o'zim muzikaga qiziqatdim hamda naqsh etishga nihoyat amroq. To'liqsiz maktablarda o'qiyotgan vaqtimda mush Yipak yo'l sadosi programmasi chiqdi. Shu vaqtdan boshlablar mush programmaga qatnashish orzuyim bor. Buningdan keyingi nishonim bo'lsa, shu Yipak yo'l sadosida qatnashib, eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirishdan boshqa, shu o'zimning go'zal ovoz kasbida davomli yuqori o'rlab o'qiyman.
poi come tornata da che la bocca che nasciano sciure mon nesceno li vermi occhi piatati si parrocchiano mio abbice cura la lampa sempre tiene ci allumata la lampa sempre tiene ci allumata Ekrem, haqiqatim saqlamlasam yüzüm yaman julgandek elchib ketib bardi. Qanday qilsam bo'ladi? Muşni shiltpaqa Peridionun 100 mazg'ib bemağı. Muşnda juysalam keyinde saqlanı evitse. Oşundan yaxshimikan? Yaxshimisi men shiltamdan. Undas akila. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik chaklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika chaklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tortiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo argiz oson emas. Shunlashqa mayirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. 这个歌本身是这个外国的歌曲，经典唱法。这个这样外国歌子唱的人不太多，可是呢，他能够出来这个试一下，也是挺令人高兴的事情。各个民族的歌曲尽量能唱，做到比较全面发展，这是对今后艺术事业的繁荣是有好处的。经典唱法也应该有。各种艺术形式，互相交流嘛。对。各位导师好，我叫米尔扎提买买提，来自喀什刹车县。Men Tolg'oturning 3-yilligida qiziqqan. Shu vaqtida sening ma'luming bormidi? Yo'qdi. Dastlabda men shu iliqi bir Jashingdan go'yin deymiz-ku. Shu vaqtda o'zimning ovozimda bunda naqsh aytolmagandikin, shu Jashing ovoz do'rab ustozlarning naqshlarini o'zim mashq qilib boqqandim. Adikkin xalq naqsh o'qib dasho'ga o'tgandan keyin shu o'qituvchilarning tarbiyalashida hozir shu go'zal ovozda. Hozir birni hozir doğru yalamsan. Hozir bir ikki misra shu vaqtdagi tajribangni bir anglab boqaylik. Xeli mashq qilgansan-da, bo'lmasa oson chiqmaydi bu ishlar. Buni unutqamabsan-da, men tarbiya ko'rgandan keyinmi? Bo'pti, mayli. Bu bir ortiqchilik. Hozir hamda yana ma'lumlar qilmay turinglar. Mushu hozirgi boyqi derizdimi? Yo'q, deriza degan naqsh. Ishlatgan ovoz bor-ku. Shuning bilan men hozir siz ham bizga shifon qilib bergan yolg'on ovozni ulay olamsan. Masalan, o'sha
tanlaysiz? Töven kuydan başlasam belki. Şu mavuz malımdan qığın yana qızvalının tabii ulanışı o bu. Endi meni deganim bayaqi "yo" degan ovoz bilan "abaqi" degan ovoz ulana sinab baqdingmi demoqchi ashuni. Sinab baqandim. Ha, bo'g'dakmi? Lekin sen shu jashingni ashunda darajada mashq qila olgandan keyin ma'lum ulay olaysan demoqchiman. Bo'pti. Buni ma'lumlaring o'zi qilsin. Hozir biz shu ikki ma'lumdan sen to'g'riliq parang anglaymiz. Men ovozingning tusini yaxshi ko'rdim. Ana keyindan menimcha sal hissiyat kamchilik. Shunda bo'lganda agar aka deb kep qolsang qolgan hissiyatimda billa bir qo'shib baqsaq bularniki deyman. Ha, bu naqsha biz odatda birinchi, ikkinchi yillikning baldiriga beramiz. Jumurga tush. Balalarniki ovozini ichish uchun mush naqshlarni beramiz. Oddiy naqshi. Şununla bu şu eser başlanış bilenler bu yana muşlar naqsh aytırgan xil o'g'illar bor ekan deb mayli qayajon ta'sirlanib birinchi ovozingizdan men ta'sirlandim. Bu odatdagi odatdagi saviya emas. Demak siz ma'lum ko'rgansiz va ovoz ilmi haqida fikringiz cho'nqur. Shunga bu naqsha kichik naqsha lekin qandaq etish masalasi bor edi. Shunga buni azroq badiiy bir taraf qilishdimi, yaxshi bir unumga erishibsiz. Shuning bilan men ashundan hayajonlanib o'rildim. Oxiri qandaq bo'ladi deb qilib yaxshi. Ufqan men sizga o'rlanmay qoldim, lekin o'rlanmay qilishimga sabab barga sizni aytolmaydi ekan deganlik emas. Bu asar garchi kichikroq asar bo'lsa-mu, masalan shu Chanfa o'rganayotganlarga nisbatan bu bir kirish asari. Ashtaq bo'lsa-mu, lekin buningda bek chiq mazmun bor-ku. Ash abayliqi Mavlon ustozniki hissiyasal kamchilik qilgandek his qildim degani bek to'g'ri. Ash ichimizdagi narsani bulduqlatib turib xuddi bir dengiz to'lqinlayotgandek to'xtamay to'lqinlab turish kerak. Andan keyin ba'zi kontrol qilib yumshoq oldigan yerlari bor, ba'zi qo'yadigan, chiqadigan yerlari bor. Endi siz o'qish bitiribsiz emasmi, Ufqam? Shuningga men endi sizga bir taq qo'yay, bir inchkilikka texmi bakroq diqqat qilsa, masalan, musobaqa dedik, mana musobaqada biz asosli biliq qilganimiz shijega bakroq diqqat qilamiz-ku. Mush jihatlarni yana bakroq kuchab ketsangiz, qolgan ikki ustozning qo'lida yaxshi tarbiyalansangiz siz tarbiyalab ketgili bo'ladigan bola ekansiz. Andan keyin Abdulla akamning abay degandek chashing bilan mushu abayga jinshin oltingizni bir agar xunni qilib baqsangiz, shuni ravan allatda bir ishlatiladigan bo'lsangiz, sizga bir bo'sish xarakterlik ilgilash bo'lgudek. Shuningga Ufqam endi navod shu ishni qila olsangiz Abdulla akam degan maqsadga yeta olsangiz va Shinjongga nisbatan bir cho'ng bir yangilikni kelgan bo'lsiz. U vaqt ovoz doirangiz texnik kenglaydi, siz ayta oladigan narsa texnik jiqlaydi. Sizda bek cho'ng umid bor Ufqam. Mashq qilib chiqara oladi. Chiqara oladi. Unda bo'lsa, balamiz sen 10 sekund o'ylab eng oxirgi qaroringni e'lon qilsa Mevlam malum, Ayşgül malum. Hamma ustozlarninki yaxshi bahasiga ko'pdan ko'p rahmat. Meningki eng oxirgi tanlashim Daldaki filmla ilansız, süzük, yenilmiştir. Vakalatçı bu takıtıp kırım kılalaysız.
izlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemaklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yanaq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yanaq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yoshing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ayşegül Muhammed. Ovozingizning ustozlarla emas, hammamizning ko'nglini moyil qildi. Ustozingizning yetaklashida izlash gruppasidagi natijangizning kuni sayin o'rnishiga tilakdoshmiz. Mirzat Mehmet İtaliyaning badiiy naqsini icra qildi. İcranın beşidilam, avazdilam. Bu naqshiniki xeyli tarbiyalangan, nayt yuqori icra maharatiga ega naqshi ekanligi ko'nglimga yoqdi. O'rildim. Haqiqatan bu shu naqshini nayt qalbilik yaxshi icra qilib tushdi. Chunki xalqaroninki san'at nuqtasidan qaraganda bunday naqshlarni shu ovozda icra qilish hammaning qo'lidan kelavermaydi. Shu sababdan men Mirzatga örildim. Mirzatningki izlash gruppamga kelganligini chin qalbimdan qarshi olaman. Otam u ulug' inson. 大家好，我叫瓦尔斯江阿卜杜拉，来自吐鲁番。Köpçilik yaxshimsizlar? Men Varisjon Abdulla, o't yurt Turpandan keldim. Kasbim usul rejissyorlik kasbini bitirgandan keyin yurtimga qaytib, o'z oldimga egilik tiklab, Turpandagi har millat, har qaysi yoshdagi usul havaskorlar uchun usulda kasbiy tarbiyalash ilib beryapman. Yipak yo'l sadasi programmasi qo'yilgan birinchi sondan tortib ta hozirgacha men Yipak yo'l sadasi programmasini nihoyat yoqtirib ko'raman. Bu qatim uyimdagilarning ham do'st birodarlarimning madadi bilan programmaga qatnashish fursatiga ega bo'ldim. Ustozlarning yaxshi fikr talablarini berib, musobaqada yaxshi natijalarga erishishni umid qilaman. Rahmat. Atamdır şanı şevketim, atamdır bağı, atamdır erkeklik, atamdır tağı. Bir bahar
sözü bana nizamdır. Atam o ulug' insan, atamga tazim. Bibaha her sözü bana nizamdır. Atam o ulug' insan, atamga tazim. Qahritan soğukni bahar yaz qildi. Müşkülde vaysimay qaqaqlab kuldi. Müşkülde vaysimay qaqaqlab kuldi. Atamdek bulsam dep yaşaymen daim. Atam o ulug' insan, atamga tazim. Atamdek bulsam dep yaşaymen daim. Atam ulug' insan, atamga tazim. Atamdır erkek o minin yolbaşım. Atam o ulug' insan, atamga tazim. Atamdır erkek o minin yolbaşım. Atam ulug' insan, atamga tazim. Atamdır bağım, atamdır tağım. Atamdek bulsam dep yaşaymen daim. Atam o ulug' insan, atamga tazim. Adaş özün yalnız nima ko'ryapsan? İzdeştin kino ko'ryapman. Peyz kinolar bormi? Peyz kinolar deysan, biz chiqqan Parido İpek Yo'l sadasimi shuni ichida bor? Otla deymanmishda, peyzni isming tuyjan qilmamsa deyman. İzdeş deb izdigina. Bo'ldi, adaş, rahmat. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 我感觉就是音准的很多问题，现在主要是呼吸问题，呼吸的姿势不好，所以音准他把握不了，对对对，掌控不了。对，我实际上是很多孩子吧，音色也都挺好，是不是啊？是。哎，等于表现，你看他形式也挺好，弄完了以后，这个音准不好，整个就让人是不是啊？是是是。啊，欠缺一些。Hürmetli ustazlar, ismim Variscan Abdullah, Turpan'dan geldim. Kasbim usul rejissörlük. 2013 yılı usul rejissörlük kasbini bitirip, hazır Turpan'da usul terbiyeleş mektebi açıp, hazırgaçan şu ballarını terbiyeleşlen şoğullanıp kelyapman. Ustazlarning meni yoqtirganiga rahmat. Usul rejissori degina ukam. Voy, ko'rdingmi?
ma ishni naqshida aytib o'qib qolgan bo'lsam ish balkasan. Rahmat ma'lum. Men rasmiy ashta his qildim. Nima degan yangroq ovoz bu. Qanday bir naqshida hamda yo'riq ovoz. Shunami? Yangroq, yo'riq, uchoq, shunday ovoz bo'lish eng muhim deb bilindi-chi. Bo'lsa hammadan ashta bo'ladi. Lekin u hammadan unda bo'lmaydi ekanda. Lekin sening shundaqga qara. Sening ovozing o'sha usulcho'g'ing bilan ovozni bu tabiat sana oymay beribdi-ki. Buni Oyshigul ma'lum aylandi ko'rdingmi? Ko'rdim. Rahmat ma'lum. Qanday xush bo'lgansa ichingda. Xush oldum, o'zim Oyshigul ma'lumni o'ylab kelgandim. Shu emasmi, men shunday qildi demedimmi? Bu ishlar o'zligidan. Dal shu sening ovozingni tarbiyalaydigan Ayşegül ma'lum sening ovozingni bayqidi mana. Men Ayşegül'ni demoqchi bo'lganim deb baqaymi? Yuqori ovoz kelganda yana azroq ishing va shuni ma'lum qilib deydi cho'qim. Ashunda qildi cho'qim. Yaxshi bir manzillargacha berishinglarni chin dilimizla umid qilamiz. Hammamizning orzuyimiz shu ekan. O'qishga erishgandan keyin sen pulga qilmayman. Öz ijodiyatingiz bilan sahnimizda barchalarimizga yetkazgan illiqligingizga rahmat. Jismingizdan balqib turgan yoshlik jasorati Oyshigul ustozning yetaklashi bilan keyingi bosqichlarda sarxil asardan derak berib turibdi. Keyingi bosqichdagi nodir kuyingizga intizormiz. Varisjon Abdullahning aytgan naqshisidan men Varisjonni bir san'atga doir bir oliy maktablarda bunday bilim oldi deb tushunibdiman, lekin Varisjon Abdullah o'zi usulchi so'r ekan. Biroq ovoz jihatdan ovozni boshqarish va ichida shunday go'zal bir muzikasi bor bo'lganligi naqshisidan ma'lum. Shunga Varisjon Abdullahga o'rildim. Varisjon Abdullahning mening guruhimga kelganligini, ya'ni izlash guruhiga kelganligini qarshi olaman. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo Soda Chekilish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekilish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Biofan texnika chekilish shirkati yaqindan yordam bergan. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Vallahi Mushod, neylayinni bir anglamaydi. Bir anglaydi, va.大家好，我是叶城县来的阿布杜鲁苏里阿布的爱尼。Yaxshimisilar do'stlar, men Qog'liqdan kelgan Abdurasul Abdig'ini bo'laman. Tunji qaror Ipak yo'l sadasi programmasi boshlangandan tortib, shu programmaga bir qatnashish orzu istigim bor edi. Shu munosabat bilan bu qitim 5-qaror Ipak yo'l sadasi programmasiga tanlanganligimdan intayin xursandman. Bu qitim Neylayin temisidagi naqshini ilib keldim. O'zimmi burundan xalq ahang tipdagi naqshlarni yaxshi ko'rgachga Muşu naqshini ip geldim. Keng ko'ringan do'stlarning ham ustozlarning yoqtirishini uchun ko'nglimda umid qilaman.
Yarni izlep gece gündüz divane buldu neyleyim. Yarni izlep gece gündüz divane buldu neyleyim. Bir saat gönlümde kalmadı takat. Yar için Yarni izlep salgan imaret veyrane buldu neyleyim. Veyrane buldu neyleyim. Ama yaxşıroq bir ish bosqichi tavsiya qilsang. Voy, ta'limlar adash deysan. Mana bu Yangi shirkatininki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ishkine vaqtga men ta'limlarga birni sen ishlatadi adash. Sertan Alga tish bosqichi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这首歌唱得非常好，可以说他这个现在他这个唱的这个声音啊非常好，能够唱到这个水平，说明他这个应该说是非常到位啊，非常到位。Hürmetli ustozlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Abdursul Abdig'ini Qog'liqdan keldim. Bu yaxshi bo'ldi. Bo'yning og'irmaganmi ha? To'g'risi mayli. Men mashinadan ansirab qoldim. Sal japa tatib qolding. Naqshini qanday qis qilib chiroyli anglatdik. Bu yil necha yoshda? 39 yoshga kirdim. 39 yoshlik bu inim naqshini nihoyatda intayin ijro qildi-ki. Rasmiy ijro qildi-ki bu. Men hammadan ansirgayrim bo'yni. Balkim mana 3 ma'lum biz uchun o'rindiq aylandi.
Muşu ma bek silkinip ketsen abi senin tamashabinlaring rahat bulanmaydı qara. Aşını mı hem de sen normal bulmasa hayacanlanıp nayt hissiyatlanğan toğra salamatligiңdan ensireydi adam. Şuna aşını mı qaysı malını yana basan çoqum amal ba tüzüp sel yenigirak boğun yaxşı. Bu balımın ait yaxşı urlap berdi. Emdi ma malımlarning biz üçün bergen intayin ixcham fikir qildi bular odatda. Shunda o'zim anglayli. Endi har xil sabablar tufayli aynib qoldim aka. Bu shu tutuq ovozni nimandaq eshitdik bir elib ketadigan dema. Shundaq men shu tutuq ovozni bek yoqtirdim. Ondan shunda o'rilsam bir chambachilik aralash aytadi-da. Abdurasuljon, agar masalan mening gruppamga kelib biz bir naqshini mashqni boshlab men shu qo'lingizni tutib olsam masalan bundaq bir egishki tüp-tüz ketib qolaman. Anda bo'lmaydi. Ha? Anda bo'lmaydi. Ha, men bumi chaqchaq aralash amaliyotda bu biz endi shunda dedik, endi bumi bir shaxsning endi bir xosligi deb tushensakmi bo'ldi-ku buni. Men shu naqshiga, ovozga endi to'liq qoyilligimni bildirib men to'liq qoyilligim bilan oylandim. Rahmat ustoz. Bo'lsa biz keyingi yo'llarni birga besishimizni men umid qilaman. Endi keyin unda qilib qolsak, men bu qo'llaringizni tutib olib, barakat qilmay tutib aytsa debmi turib olmasman. Balkim sal loyiqida bir sal doirasini sal kichikiltib qilishimiz mumkin hamda. Shunga mening gruppamga kelishingizni men umid qilaman. Rahmat ustoz. Buningga sening gruppangga kelib tozash kep shu yog'un naqshni birini berib baqsan. Ovozga bek tushdi degina. Haras boshqa uslubdagi naqshlarni aytamsiz? Aytaman. Kichigidan shu Abdullah akamning naqshlarini aytib. Beshta cho'ng bo'lgan. Nima degan? Yaqinqi shu 5 yil abjurist bo'lib qoldi. Ma ovozning cho'ngishiga qarab, asal uslub o'zgartish to'g'ri kelib, ba'zi bir naqshlarni aytib qilyapman. Men buni bek yaxshi ko'radigan naqshlarning birisi bo'lib, bu bizdagi cho'ng badiiy bir asar. Lekin erlarning og'zidan birinchi sizning og'zingizdan angladim bugun. Sizlarmi aytimiz odat so'riladi. Sahnalarda ham işte aytmagan. Shuna. Endi bu sizga biroz kuy o'rni egizchilik bor. Obmetka siz harakatni ko'may turib sizga shunday bilindimi yo shunday? Shu ovoz o'rningizga manaqshning kuyi biroz egiz bo'lib qopti. Agar o'zingizning ovoz o'rningizga keladigan kuyni tip aytgan bo'lsangiz, balkim yaxshi texidimi, yaxshi erkin ozoda qiynalmay aytlab o'g'aydi deb men shuni o'ylab qoldim. Lekin bu naqshni bu sahnaga chiqib xalqqa yana bir sunğununuz bu sizniki büyük bir töhfəniz bo'ldi hozir. Shu töhfəngizlə men sizin için qalbimdan təbriklayman. Rahmat ustoz. Mening gruppam kelsingizmi? Shu ovoz o'rningizga tushadigan kuy o'rnini bekitib naqshlarni berish orqali siz o'zingizning ovozingizni joriy qildiradigan bir fursat bo'ladi deb men shuningga ishonch qilaman. Rahmat ustoz. Siz qag'liqda nima kasb bilan shug'ullanasiz? Shu yurtimda shu naqsh aytish kasbi bilan har qaysi klublarda shu ishlarda shug'ullanaman. Lekin ovozingizdan sizning mush kasb ustida to'xtamay izlanadigan, tafakkur qiladigan, o'ylashib turib ish qiladigan ashta xarakteringizni ko'rib olib bo'ldi. Abay Ayşegül ma'lum deb o'tdi. Mana shu sal qiynalganligimizni bilgandan keyin sal tushasam bo'g'dak deb yarim ovozdan tushirib baqsaq, eng rahat altimizni tepib issaq, sizmi qiynalmaysiz, biz anglag'uvchilarmi qiynalmaymiz. Bo'lmasa badanlarimiz kirishib, biz yaram bo'lib ketganimizcha. Ayşegül ma'lum bu asarni bek chiroyli o'rnagan. San'at sho'yandan shu cho'ng, yinyoting deb cho'ng bir muzik zali bor, shuni rasmiy orkestr bilan va shunchaki hayvat, shunchaki chiroyli qilib bek lam isil alatda o'rnab bergan bu asarni hammamizni shunday hayajon solgan, ta'sirlantirgan. Sizmi o'zingizga tushliq shunday yaxshi o'rnab berdingiz. Bizning ochgan yerimizga bordi. Ovozingizmi shunday o'zgacha xosligi bor bir ta'mi bor bir ovoz ekan. Ham ma yishingizga
shuna mos kelibdi ma asarmichu. Kichik bolalar aytib qolgan bo'lsa, yana mundaq ta'mni chiqarolmaydi. Sizning beshingizdan nurg'un issiq sovuq o'tgan tajribasi bor naqshchi bo'lg'achqa, mana naqshning mo'disidan chiqa olasiz. Sizni qizg'in qarshi olaman. Ustoz, rahmat. Ma'lumlarni ayt yaxshi baho berdi Abdurasul. Mushu naqshig'imi shu neyleyin degan mush tekstga pek keldikan bu yinsiz shu. To'g'ri tanlabdi mush naqsh. Lekin degandek azroq tuyan bo'lgan bo'lsa taxmin rivoyat etdiki, ammo bu bolalardan ki shu topgan benzusi balkim o'ziga to'g'ri kelmaydigan bo'lishi mumkin. Uni ba'zilari tushiralaydi, chiqaradi. Shu imkoniyat bo'ldi, to'liq bo'lmagandan keyin ba'zida majbur egiziyat tuyan aytib qoldi ekan-da, nurg'un bolalar taqildi ekan. Abdurasul, men bir narsa so'rab boqay. Muqam bugun paxtanlimi? Boshlang'ich chig'imda bir o'rgangan. Andan keyin asosan angladim, o'rganishga qirish baxmabdimi? Bir necha muqamlarimizdan eshitdiki, bir necha muqamlarning muqaddimasida mushta bir dehshat bir mumba. Men kichik vaqtimda shu Mahmud Tambur degan kishiningki zubonidan anglagan bir necha muqamning muqaddimasini, undan boshqa Qashqada bir qeri bir odamning ovozimligi, ishdan sirtqi bir muqam havaskorining ovozini anglagan bir necha muqaddimani mush balning ovoziga o'xshash nayt bir shundoq chiqdi ekanda. G'uva, lekin ash muqaddimiga chaplab o'tdi ekanda. Shundoq muqamning muqaddimalarini menda bir o'rganib baqsangiz bo'lg'idek. Pek mo'ngluq chiqdi ekan shu ovozinglar sataga o'xshash. Muqamning muqaddimasiga sirkiydigan quluch yetmay qolgan nima? Ya, cho'qim yaxshi qilaveramiz buni. Anda bo's manda qilaylar Abdurasul Abdug'ani. 3 ma'lum uchun rahmat ta'zimlarimizni beja keltirib, ana keyindan eng oxirgi qarorni e'lon qilaylar. Mening oxirgi tanlashim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mu shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elib, saqlaqanmısun deb tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam şundak bula, deb kola peşek uçkende. Yığızda açsınız da mı kapat çıkıdı, tartık kola. Sertan algı tiş pastasını bilemsiz. Sertan tiş pastası Sayram Gölü'nün evreşke elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı tiş pastasını her birinlarga tavsiye qilman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvim momam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dulkan obayji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi.
Üçeyini yaxşılaydı. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi bargancha yashirsiz. Dilkan No Beijing. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdeş aptitaldaki filmla ilansız, süzük, yenilişsiz. Vakalatçı bulup takıtıp kırım kılalaysız. İzdeş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlük detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzdeş kirgizgüç, kolaylık ve köp iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpanlarının çıray ifadesi koşulgan. Qiyofatimning yaqinliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio Sertan alga çipassısı qatarlıq patentlik ali mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Oysugul Muhammed. Ma'qul. Neyliyim üzerine gitme. Bir qo'lliq ütüme. Bir qo'lliq ütüme. Şu muqaddimini mi gütüme? Mübarek olsun. Naqshingizdan huzur oldik. Ustozlarning mayilligini ko'rib shodlandik. Keyingi bosqichlik musobaqalarda yaxshi natijalarning yor bo'lishini umid qilamiz. Eng oxirgi o'quvchim Abdursul Abdug'ani. Abdursul Abdug'anininki ovozidimi bir pishqan naqsh ekanligini bildim. Puroqlarni ilish va u asarlarni badiiy tarafdan bir taraf qilish mahorati menga yoqdi. Shundaqla meniki mush 16 mahirimning ichida ishi biroz cho'ngroq va texmo boshqalarga qaraganda texim pishqan naqsh ekanligini bildim. Abdursul Abdug'anining mening guruhimga kelganligini, ya'ni izlash guruhiga kelganligini chin qalbimdan qarshi olaman. Hürmetli malumlar, hürmetli inlerim, sığınlarım. Bizning musobaqaning qoidasi bo'yicha har bir guruhda 16 o'quvchi bo'lganda to'shqan bo'ladi. Hozir shu qoidamiz bo'yicha izlash guruhi, ya'ni Oysugul ma'lumning guruhining o'quvchilari hozir to'shdi. Shu hozirdan boshlab musobaqa davomlashganda Oysugul men bilan sahnaga qarab o'tirdi. Hamda Oysugulningki o'quvchi elishi to'xtatildi. Keskin tanlashlardan keyin Oysugul Muhammed ustoz boshchiligidagi izlash guruhining mayirlarining soni 16 ga to'shdi. Programma qoidasi bo'yicha Oysugul muallimning endi mahir tanlash huquqi bo'lmaydi. Buningdan keyingi tanlash bosqichida Oysugul ustoz mahirlarga qimmatli taklif fikrlarni qatnashtirsa bo'ladi. Hamdiki keskin musobaqada ustozlar soni kamaydi. Mahirlarning fursati ozildi. Tanlash texim keskin bo'lishi mumkin. Yaqinda Paridio Yipak Yo'li sadasi programmamizning keskin minutlarida bo'lsin. Oysugul Muhammed ustoz yetakchiligidagi izlash guruhi mayirlari Wang Feifei, Muhammadjon Ahad, Fazilat Yosir, Abduvali Abdurashid, Ehson Abdukerim, Adila Abdumat, To'xtiyor Baxtiyor, Guljamal Patla, Muradil Rahman, Varisjon Abdullah, Daniyar Abduvali, Dilshod Ibrohim, Mirzat Mehmet, Adila Osman, İlyas Baxtiyor, Abdurasul Abdug'ani. Oysugul ma'lum yana bir naqshni e'lon qilib berayotgan, ana keyindan ustozlar u yoqqa o'rilsin. Gulsaydihan. Ajaha, o'sha o'zi to'xtatib bo'lami? Ko'pchilik yaxshimisizlar?
Mən Xotan Çernayisdən gələn Mayır Rüstoqdu biləmən. Mən bu 5-ci qararlıq İpəkgül Sadası proqramımızға qatnış şərəfə erişkənligimdən intayın xuşal buldum. Mənim bu naqşı kəsbigə qədəm qoyuşumğa anamның türkisi nəhayət yaxşı səbəbçi bulaqlıq. Mən bu proqram arqılıq özümның iqtidarımның qançılıkligini, qabiliyetimning qanchalik ekanligini bilib beqish arzusida bu programma qatnashdim. Saklat suyayım uyarsını Kandağa kılayda dey Kanda çıdayar ya Kudimiz yaman gülseydi Kandağa kılayda dey Kandak çıdayar ya Kudimiz yaman gülseydi Gülseydi xanda dey ketken bilen yar ya Derdini pirak ketmedi Gülseydi xanım vay can verdi de yar ya Gözüm yuyga gelmedi Kandağa kılayda dey Kandak çıdayar ya Otimiz yaman gülse
O'timiz yaman gülseydi Kandağa qılayda dey Kandaqlar yar ya O'timiz yaman gülseydi O'timiz yaman gülseydi Ne bo'ldi adaş? Qo'lda jon yo'q, kech uyqu yo'q, qanday qilishimni uqmadim adaş. Quvvatlaydigan bir amal topsam bo'ldi. Qarasang bunda bir ishchimlik olib keldim. Ma bu badamning ishga, ma bu yong'oqning ishga bu ishkilisi yashin, quvvat ichimliklarga. Mushni bir ishib ko'rib boqamsa? Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个歌本身呢，时间也是很长的一个很年代很长的一个民歌啊。它的歌词呢，抒情的成分啊，抒情成分还是比较强的。 Yaxshimizlar ustozlar, televizor oldidagi barcha ko'rman do'stlar. Men Xotan Chernoyisdan kelgan Mayir Ro'zdoqda g'ulom bo'laman. Men bilan bir o'stangning suyini g'op ichgan. Bunda Ro'zdoqda mushu naqshini men sana deb qo'yay. Bundan keyin sendan boshqasi aytmasna bo'ldi. Ma'qul deyman. Rahmat ustoz. Aytsin hamda. Chaqchaqmoq qo'ydik, lekin sen nay to'shqizding. Meningcha Xotanninki yerlik shivis kam bo'lib qoldi desa, mana ma deysiz butda mana. Bo'lma demaklik. Anda bo'lsa u to'liq ekan. Iningdan boshqa meningda ma balaning ovoziga nisbatan bir oz mushu eli naqshlarida ishlatiladigan ba'zi bir aloyidiliklar, kichik aloyidiliklar shu ovoz mush naqshni aytqicha men shuni bayqab qoldim. Bu bala kichkina shu narsalardan foydalanyapti-da. Uni men hozir tafsildab beramayman, lekin nech kublit aytganda nech qitim shu narsa oshkor bo'ldi. Sen zaten nima ish qilding-a debsan? Shu yilning 1-oyning 1-soatidan boshlab Chernoylik san'at umakda shahar ishlab o'taman. Hozir oxiri o'z tirishchiligi bilan kasbiy umakda ishlaydigan bo'libdi. Bu gap qilsa adam ansiraydi-ku, yilib bitib qolamdi-ku. Amaliyotda shu yilib bitib qolamdi-ku, masalan sakisning birlik qisbilik bir yil ashu naqshidagi tam ashu. Ashu, bo'pti, ma'qul narsa. Yaxshi so'piyar ekanda. Undan boshqa ili naqshlarni nima ayta olamsan? Aytibman. Qaysi naqshlarni odatda aytib qo'ygan naqshlar bormi? Unda bo'lsa, men shu ili xalq naqshidan bulbulumning ikkinchi kupletini bir urlab baqsam. Ma'qul. Tang sabasir nefes Çimende oynatkan avşun Çimende oynatkan avşun Bağdat'ın maysay rüşarey Derdim gidermanim bulbulum Xo'p, rahmat.
Hem de şu ustazlar biz için toluk, toluk. Onu aylandı. Bek hoş olduk biz. Şu ufkimiz ve eşkimiz. Ama şu ustazlarının elbette biz için tehdit kıdak ixcham sözlerden bir uzur Allah. Sen her bir kıtım ta'kidlab ixchamni barding biz bu ixchamni chattig'imiz yok. Yana shu xiyolimiz so'zib gaplarni. Lekin men amal qilib diqqat qilyapman. Nayt ixcham so'zlashga. Inim men birinchi bo'lib o'rildim. Rahmat ustoz. Shu birinchi sada chiqqandigilla. Shundoq yoqdi. Abdulla Akambay aytgandek, sizning aytganingizda bek o'zgacha bir ta'm bor. Hem şu yerlik şu Çirninki yerlik şu xalq san'atkorlarida bor bir yerlik xalq san'atkorlarida bor ba'zi bir puroq shivlarni adam ügütüp ügetkilolmaydigan bir aşınaq bir tabiiy bir aşınaq bir narsalarchi bu. Bu sizmi shu tuproqda cho'ng bo'lgan bo'g'achqa bu ham sizda bor ekan, ham ilmiylik bor ekan, hammasi jug'urilib shunda o'zgacha aytdingiz. Menga yoqdi bu naqshingiz. Bu Xotan'daki her yurt-yurtlarının eyniden esil özgü xas, bunda xaslığıda bir-birisiga tegishsiz, bir-birisi bilan bahalab bir o'rinda yuqori tuvan o'rin belgisiz her yurtning shunday alayda bek esil bizning xalq naqshlarimiz bek go'zal bir-biridan chiroyli. Shu naqshlarning ichida Xotan xalq naqshlarimiz shu Xotan xalq naqshlari ichida shu Cherniki shu Gilsaydaxon degan bu naqsi ikkili jumla naqsha, Adam akla ayran qiladi. Mushu ikkili jumlani bu inim mesela kim aytsin, aşında 3-20 minut, 4 minut necha kuplet qilib aytadi, hech bir kishiga alaqa zerikishlik emasda. Bu bak o'ylanish tegishlik ish emas. Qanday qilib ikki jumla ahangni bir 3-4 minut eldamga zeriktirmay aytish bu bir aşında bir xalq tarafidan yaratilib qolgan alamat bir ijodiyatlar, alamat bir xalq naqshlari bu. Bunu inim Mevlamma şu Çirninki bir meşribide özü müzik yetekçisi bulup müziklerini işlep özü bir aşağıdan yerlik bir ustaz, xalq sanatkarının beşiği elip özü keynedin ama hazırki zaman ilmilik bile olup bek chiroyli aytgan. Sizga qoyilchiligim bilan o'rindiq aylantirdim. Mening guruhimga kelishingizni qizg'in qarshi olaman, ammo Chirninkansiz Mevlan inimni qaralab keldingizmi onu bilmedim ama mening guruhimni sizdan qarshi oladim. Bu naqshni yaxshi aytding. Bu naqshni shu Abletkam degandek shu ikkili jumla naqsha ana kendan eng kendi kichikgina bir ustiga chiqiradigan bir yerda men ijodiy bir qo'shqana shu qilaydaday degan shu ustiga chiqadigan shu. Şu eğer şu qo'shilib aytilgan bo'lsa, shu mendan keyingi nusxuldi u. Demak, senmo bir ikkiyani mendek aytamading. Lekin yana bir narsani shu mendan yaxshi aytding ukam. Rahmat ustoz. Bek chiroyli aytyapsan. Endi men seni bir muncha maqtamay, uning ustiga Abdulla akamning o'lchimi va ixcham gap qilgan. Sen chiq gap qilmay qolgan ustozlarga chiroyli rahmatingni bildirib, darhol yerim qaytib kelib, keyingi qadamlarni mangamiz. Men tutsam siz abay dedingiz, Chirnaylik san'at o'makda kasbiy naqshchi ekansiz. Biz bankaga pulni qancha ko'p to'plab jug'lalgan vaqtimizda andin xotirjam xashlaymiz-ku. Bu banka qo'ygan narsani sizmish bilim. Qanchalik kasbiy bilimni olgan siri andin siz xuddi pul xashlagandek, rohat xashlagandek uyan qo'yib, konsertlarni qo'yib xotirjam aytalaysiz-ku. Shuningga agar mening guruhimga kelsangiz, qolgan ortiq gapimni qo'yib, mening guruhimga kelsangiz, mush bankingizga pulni jiq qachilalaysiz. Jiq bilimlarni olib ketalaysiz. Andan shu naylik o'makda rasmiy kasbiy artistlar bilanmi, rasmiy jang so'qashdug'idek, qo'chqa bilan qo'chqani so'qashdug'andek, ashundaq bir musobaqaga tushalaydigan, o konsertlarni shundan yaxshi qo'yalaydigan albatta kelamiz. Men xalq naqshlarini bekli yaxshi ko'rman. Unisi yakan bilan bu Xotanning orlig'i ajoyib yaqin. Ham unisi men burun xalq naqshchisim. Xalq naqshlarini ajoyib yaxshi endi yaxshi aytaman desam, bu mug'dak eshib ketdi. Yaxshi aytasiz. Xalq naqshlarini bek yaxshi ko'rib, o'zim o'rinlaydim. Keyin endi shu tashu kirgandan boshlab
Ma'lum Men şundan sabablar qajardim. Har xil sabablar tufayli shu yo'lga mangdim. Men xalq naqshini bak yaxshi ko'rman. Ham qanda qilganda mushuni texmi yaxshi bo'lgan holatga akildiganimi, mushchatimi tadqiqotlarni olib beryapman. Shuningga mening guruhim kelsangiz, ukam sizni qizg'in qarshi olman. Ham biz qiladigan ishlar bak ko'p. Rahmat. Ha. Hey, Ro'zdoqda bir vaqtda sen mush ipak yo'li sadosini danshidin ko'rib, menmi bir kuni sayshayga chiqaman deb o'ylaganman. Albatta. O'ylagani? O'ylagan. 4 yil ma'lum menga aylandi deb ashunda bir o'ylab baqqanmida. Men hamda bu 4 yil muallimni aylantirishga hamda men bunda cho'ng faoliyatlarga tunji qatnashim bo'lgan degan ham banda 4 yil ustozni aylanadi deb hargiz xayolimga kelmagan, lekin naydi hayajon bilan hamda shaniga chiqdim. Rasmi bek peyzish bo'ldi bu. Har bir qiz gap qiladi Mavlonga qaraydi. Bu bir yigit o'zlam shu yutuqma guruhiga kirish unda qoida yo'q. To'g'rimi, xatomi deb. Rahmat ukam. Endi ustozlarni ayt yaxshi gaplarni qildi. Yetdimi yoz, yana azroq desang, yana birdan maqtaymiz seni. Bo'ldimi? Rahmat, yetarli. Bo'ldi ya. Qolgan ishlarni biz yana sening natijalaringni ko'rishni xohlaymiz. Shu jarayonda bundan katta ishlarni qilsa, ustozlarning yetakchiligida biz shu chaqda yana maqtaymiz, yaxshi ish qilsang. Hozir endi oxirida mening tanlashim degan keldik. Özgüç tem, isil xuruç, tallanğan xam material. Mehminimiz üzülmedi, dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa, avamdin sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklek shirkatidan yangi sovg'at bakchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men her tang saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, milyonlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek, dilkarga al havaslanib baqqandek. Dilkar. Sertan algı tish pastasini bilamsiz? Sertan tish pastasi Sayram Gölü'dün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtiman. Sertan algı tish pastasini har biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algı tish pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonla desem, kola bulam shundaq bular. Deb bo'lib hasha qo'chganda. Yig'izni açsanız da kapat chiqadi. Tartiq kola. Acayip, pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pakizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz suzuk yengilishdi. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz.
izdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. Izdash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik qo'lolari mahirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Savdo Cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartuqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizdan mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat mijadagi barcha ustozlar men uchun o'rindiq aylandagan barcha ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi mening oxirgi tanlashim ko'nglimga pikkan yanalam Mevlan Mamtimin ustozim. Keli bor ekan. Muvaffaq bo'ldi. Biz xafamaymiz buni. Qanday qilamiz endi? Hop. Xalq ahangi klassik ahang. Hammamizga tonish ahangni hammamizga yoqqudek o'rinlashning o'zi bir qobiliyat. Mevlan ustoz yetakchiligidagi Yangi Nur guruhida o'z ifodangizni topa olishingizga tilakdoshmiz. Ro'zto'xtining ovozida mushu aşındaq yerlik xalq naqshlarını aytishga mas keladigan aşında bir alaylik bakın. Ro'zto'xtining bu ovozi, naqshisi bizning bu Yipek Yol sadasi programımızga nayt yaraşdı deb o'ylayman. Buning ovozining yana davomli jaranglash uchun men cho'qim yordamini aymayman. Ro'zto'xtining bizning Yangi Nur guruhiga kirganligini chin dilimdan tabriklayman. 月半宵夜曲degan nomla taqsaq. 月半宵夜曲。大家好，我叫李亚斯托尔逊，我来自新疆巴楚县。Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim İlyas Tursun. Men 2020 yili 6-oyda san'at sho'yonlikka aktyorlik kasbini bitirdim. Buningdan keyingi nishonim ham shu garchi bu musobaqaning oxiri mayli qanday bo'lmasin, o'zimningki yangilik, zamonaviy yaxshi asarlarimni sunsam deyman.
天邊星宿仍然頂見思，但今如入字數在調度，為何只剩一彎月留在我的天空？這晚以後音像夾住，仍願天上的明月是不可擁有，正如谷過之遺留，無口挽告再分別，為何只是沙漠填密我的空虛？這晚夜沒有吻別，現在卻混淆，想不到是藉口，從未意會要分手，但我的心愛分為黑，仍然被他佔有。他似這月兒，仍然是不開口，遞進都走着，面如半於心中。我的牽掛，我的渴望，直至以後。仍然倚在沙面夜望天邊閃爍，仍然聽見笑，遞進如入字數在調度，為何只剩一彎月留在我的天空？這晚以後音像夾住，仍然天上的明月是不可擁有，正如谷過之遺留，無口挽救再分別，為何只是沙漠填密我的空虛？這晚夜沒有吻別，現在卻混淆，想不到是藉口，從未意會要分手，但我的心愛分為黑，仍然被他佔有。他似這月兒，仍然是不開口，遞進都走着，面如半於心中。我的牽掛，我的渴望，直至以後，現在卻混淆，想不到是藉口，從未意會要分手，但我的心愛分為黑，仍然被他佔有。他似這月兒，仍然是不開口，遞進都走着，面如半於心中。我的牽掛，我的渴望，直至以後。Şu kolam iki potlik tartık kolaları battı kim bile için okumay turup kettim qara. İşte ikimiz birleşeceğiz. Naql ketdim. Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. 歌手唱的还是比较非常好，人年轻，但是他的这个声音，
感到很成熟的一个给人一个很成熟的一种印象啊。 Ustozlar yaxshimisizlar? Mening ismim İlyas Tursun, men Maralishdan. Hozir maktab bitirib Maralishga ketdingmi? Yo'q, mishadi. Bu Guangdong tilida. Yüde etti, Yaman teyze etti. Bu asana mesela ama nakşığı bek güzel anlanıdı muşu tilde nim kılışı Şanghan, Ayşu Guangdong taraflarına ki muşkal tilde naksı. Bunu ügün işkimi xeli bir küçük etkendi ha. Xeli anlar. Bence bu nakşını bek yaxşı yaraştırıp özgü yaraştırıp etti. Qaraganda şu benzula biraz addirak ama biz bu yerda benzu bağlamagан diken o gapni qilishmayli balkim o'zining kuchidan foydalaniblar shu musobaqa uchun o'zi tayyor qilgan bo'lsa kerak. Muzikaga vaqt yetishmay qoldi. Lekin naqshi chiroyli bo'ldi. Biz ta'sirlandik, bizga yaradi, menga yaradi. Shuning uchun o'rindiq aylandirdim. Bizning guruhga qarshi oldi. Men endi mao bir ishni eskartib qo'yayman. Endi Ayşegül muallim oldi qarab o'ltiradi-ku, sen bilsan. Lekin Ayşegül muallimga rahmat mushtaq yaxshi bolalarni tarbiyaligiga. Ondan bu Ayşegül muallim barına bilmə deməkçi. Ondan mao Guangdongcha endi yo'yu naqshlarni jiq anglamagan odamga balkim sal qo'pol g'alati bilinishi mumkin, lekin men bek yaxshi ko'rmay qara. Bek yaxshi ko'rmay, anlagan adam amroq bo'lib qolgan naqshlar. Endi menmi gruppamga kelishingni iltimos qilma. Lekin bayan bir chirliqni tatib oldim. Endi Abdulatkan bilan Maralishga talashib debsam emsirayotim lekin qara. Talishili. Lekin naqshangni bek yaxshi ko'rdim, bek bahra oldim. Agar xohlasang seni bir şey kutma. Naqshchilar mayli her xil tildagi asarlar bo'lsin, mayli har xil yurtning, har xil shividagi asarlar bo'lsin, mushundaq bir o'zining ishtiyoqi bilan o'zini unutib turib, mushundaq o'rinlash bu oson emas. Siz mushuni mana butun ishtiyoqingizni to'xtamay anglab turib, mushundaq ujur-bujurlig'icha shundaq bizning qoyilqidek darajada o'rinlab kelibsiz. Ayşegül muallim bilan men ham kasbdosh, biz ham xizmatdosh. Hem şundaq yaqin mening adam bo'ladi. Ayşegül muallimda ders yaptıkensiz, şunda hoş buldum. Xuddi menden ders algandek şuna söyündüm. Ayşegül muallim sani to'shab qolganlik uchun sizni alamaydi. Lekin mening sanim to'shmadi, şuna men alaman. Ayşegül muallim yuzkilanmay qoldigan ish bo'lmaydi bu yerda. Ayşegül muallimmi haqchan ko'ngilda o'ylaydimiş Ayşegül muallim kesgan deb. Shuningga siz xotirjam mening qishimga kelavering. Sizni qizg'in qarshi olmayman. Sening uchun nihoyat yaxshi baholar bo'lyapti-da. Qanday bo'ldi-ki adam bunda bo'lsa? Tak payz oldu ki. Bir eg'iz gap bilan ifodalash deganda shunda payz bo'ldi. Shuning uchun tirishgan bo'g'aydan aqchan muallimlar menga bir yaxshi balam yaxshi aytadi ekansan naqshini degan bo'lsa deb. Yana bir narsa men shu muallimlarga ismga kelgan vaqtda deb qo'yay. O'quvchilarning biz ovozini baholaymiz emasmi? Şuna bundan keyin yana musobaqalar bor, oldimizda nurg'un xizmatlar bor. Murakkab ishlagan siri bolalarning ovozini yeyitdi bu benzochi. Biz ovozini baholayolmay o chaqda toz aniq anglayolmaydi. Mabalning bir uftuva g'ayri bugun. To'g'ri. Mush benzoni bir gitarlar tikan. Saddillam, nafaslardan tatib anglay oldik. Shunga bu uftuvalarladi. Eğer bunun tepsiga bas gitarni do'mboqni bir ursa, o sapmap degan yo'yuning ashunda bir nimasi bor. Hamda bek yaxshi bo'ldi ish qilib. Men xo'sh bo'ldim. Shu bolalarimiz mana 5 ko'k yetadigan bo'ldi sizlarning yaxshi baholaringlar bilan. Mushta bo'ldi balam. Hamda sen eng oxirgi qaroringni chiqarsa. Mening eng oxirgi tanlashim Abdullah Alkan ustaz. Mübarek olsun. Naqshingizdan huzur oldik, talantingizga qoyil bo'ldik. Ustozlarning mayliqi sizning qalbingizni Tashqin gruppasidagi sarxillar qatoridan o'rin olganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. Bu naqshini o'zininki asli tempirini yo'qotmagan
holatda o'ziniki naqsha aytishdagi bir xoslik alayliklarni bir gavda qilib turib, ichiga kirib bir ash naqshiniki yaxshi bir ifodalanishida alayda bir tirishchanlik ko'rsatib, bu naqshini aytib bizningki qalbimizga ta'sir ko'rsatdi. Yana bu mayrg'imi biz necha ustoz qoyilligimizni qo'lga keltirib o'rildik. İlyas Tursun'unki yana bizningki mening gruppamni yana Tashqin gruppasini tanlab gruppamizga qatilganligini qizg'in tabriklayman. Ham bu mayrg'a ham bundan keyingi bosqichlarda yaxshi natija, yaxshi utuqlarning bo'lishini tilayman. Musobaqaning qoidasi bo'yicha har bir guruhda 16 dan bal bo'lish kerak. Hamda hozirgi kaygacha faqat izlash guruhi, ya'ni Oysugul muallimning guruhiga o'quvchi to'ldi. 16 ta o'quvchi qabul bo'ldi. To'shdi bundan keyin o'quvchi qabul qilinmaydi, bitdi. Qolgan 3 muallimning hozir o'quvchilari kam. Bu qog'ozda men tarafidan yig'ib olingan heliqi e'tiborli o'quvchilarning ismligi bor qog'ozda. Shu juzodan shunday qoida bo'yicha har qaysi muallimlarning gruppasidagi kam o'quvchilarni to'ldirishni shuna o'rlashtirdi. Shuna ustozlar hammanglar birdan xalqan o'quvchini elib olsizlar. Asta. Xo'sh. Asta. Atgul Yusuf. Zamira Ablimit. Meningki Turg'unjon Hoji Mehmet. Hop, bu hammanglarning gruppasining a'zolari to'shdi. Hammanglarga omad yor bo'lsin, ustozlar, rahmat. O'quvchilar bunday natija yetkazsin. Rahmat aka. Oygul G'ulam ustoz Abdulla Abdurim ustozning gruppasidagi Zamira Abdumitni chak tortish shakli bilan o'z gruppasiga tanladi. Zamira Abdumitning Yoshin gruppasidagi izlanishlarining natijali bo'lishini umid qilamiz. Mavlon Mamtimin ustoz boshchiligidagi Yangnur gruppasi chak tortish orqali Abdulla Abdurim ustoz gruppasidagi Turg'unjon Hoji Mehmetni o'z gruppasiga qo'shib oldi. Hamkorligingizga natijalar yor bo'lsin. Ablat Ablikim ustoz boshchiligidagi Toshqin gruppasi chak tortish shakli orqali Abdulla Abdurim ustoz gruppasidagi Atgul Yusufni o'z gruppasiga tanlab oldi. Hamkorligingizlar natijali bo'lsin. Oygul G'ulam ustoz yetakchiligidagi Yoshin gruppasi mahirlari Rayhongul Jamal, Kavsar Dolqon, Mahinur Mamtimin, Mushvan, Erpan Akbar, Qaysar Komil, Halzat, Muradil Abduriyev, Merdan Mutallib, Farruh Nurlan, Zulqar Jur'at, Oysugul Ablat, Mirzahmat Yarmamat, Gulmira Ablimit, Abduvali To'xtibek, Zamira Ablimit. Mavlon Mamtimin ustoz yetakchiligidagi Yangi Nur gruppasi mahirlari Janguru, Ershad Jura, Ahadjon Bahan, Nazar Turdi, Akram Tursun, Oliya Najmiddin, Amir G'olib, Subhi Anvar, Shafqat Arkin, Mamtili G'upur, Chingchaq, Mamatjon Mijit, Venira Yarmamat, Olimjon Oblis, Ro'zi To'xti, Turg'unjon Hoji Mehmet, Ablat Ablikim ustoz yetakchiligidagi Toshqin gruppasi mahirlari Muradil Muhammad, Narsi, Alijon Mosajon, G'ayrat G'olib, Qaysar Ro'zi, Wang Chao, Talat Yasir, Erpan Nabi, Mana, Nurimangul Ablat,
İmrancan Yasir, Abdurrahim Celil, Elza Tösen, Kaysar G'ulamat, İlyas Tursun, Atigül Yusuf, Abdullah Abdurrahim Ustaz yetekçiligidagi Parvideo alaydı grup ismayirleri, Abduzahir Ablim, Abduvali G'upur, Mahliya Merdan, Anwar Ablat,电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目《Parvideo丝绸之路之声》。我是主持人李嘉德。我们正在进行的是本栏目的第二阶段，也是对决赛。Növbetde musabiqaga tush oldida turayotgan mayırlarımız bo'lsa, Taşqın grupsidan, ya'ni Ablat Abdikim ustozning grupsidan yetib keldi. Hayajon ilikida mayırlarimizni sahnamizga taklif etamiz. Yaşın grupsidagi mayırlar sizlarga omad tilaymiz. Sahnamizga marhamat. Xo'sh, undaqda Yangi Nur grupsidan tayyorlik qilib ketgan bo'lsa, Mavlon afandim, mayırlarimizni sahnamizga taklif etib, ularning baygisiga nazar solgan bo'lsa. Hayajon ilikida Stash grupsidagi mayırlarni sahnamizga musobiqaga chaqiramiz. Sahnamizga marhamat. Biz Vohi ve da Zugo degan naqshimiz orqali mush bugungi bizniki Pekin holatdagi ikkinchi bosqich musobaqamizni mush naqshimiz bilan boshlashni loyiq topdik. Bo'ldi muallim, Toshqin guruhining bu sovg'asini bizmi anglashga betaqat bo'lyapmiz. Tinmayirlar, sahnamizga marhamat. Aman yeter dilekte İpek yolu sadası Süygünün yok cirası Hoşlamazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok cirası Hoşlamazla seynası İpek yolu Gerçek karar Parvideo İpek Yolu Sadası programımızdan ikinci basıcı Beyge hazır resmi başlandı. Cigrası İpek yolu sadası Hoş avazlar seynası Kadim İpek yolida Ecdat bolgan çevendaz Coşkun kanlar tumurda Köy nakşisi kuş avaz Bir dilekten Allah göz açdı seherde Bir dilekten Allah göz açdı seherde Ulaşdı Təkitlər səfərdə İnsan şah səfərdə Bəxtiklər səfərdə İnsan şah səfərdə Bəxtiklər səfərdə İpek yolu sadası Süygünün yok cigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Süygünün yok cigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Hoş avazlar seynası İpek